Ee, Dersimizni başlayımız. Hemen koşularsın. Ee, Derse hemen katnaşı şart. Yoklaman tuttu derste. Çünkü hemen koşulsun ders cərəyanlarını. Düşünelim. Derse koşulduğu vaxtlarda yani görsün koşulmadan gruplarınızına yazıp adı familiyasını yazıp koşulmadan. Fakat adı familiyasını yazıp koşulmadan çeklenmeyin. Gruplarınızına yazıp koyun. Hoş. Mesela sizə bilən bugünkü dərsimizdə başlayımız. Bugünkü dərsimiz sizə bilən media, kamera və xəritə imkaniyatları bilən imkaniyatları, kameradan faydalanış, rəsm, video yazış, media player qollaş, Google Maps API arqalı faydalanıcı joylaşır və marker bilən işləş mövzusunu görüb ötəmiz bugün sizlə bilən. Bu mövzumuz 4-cü məruzə dərsimiz hesablanıb. Məruzə məşğulatlarımızın 60% qismını basıb ötkən bulaqlasaq. Başlasa kallaramızdan qoşularsa dərsimizin ötüb proqramımız. Birinci dağdan başlayırız. Birinci media düşüncəsi və nəzəri əsasları mövzusundan başlayırız. Media bu. Bu insan siz yolları olarak kabul kılınabilen rakamlı axbarat görünüşüdür. Bunda zamanəvi axbarat texnologiyalarında media deyəndə audio və video və qrafik məlumatlar düşünülür. Media məlumatlar rəqəmli şəkildə saxlanılır və kaytləşdirilir və uzatılır. Media düşüncəsi və nəzər əsasları bunlar kompüter dizimlərdə media quyudakı turlara bölünür. Audio media, yəni tovuş məlumatları, məsələn, musiqa, nutq, siqnal tovuşları, audio fayllar, odatda MP3, WAV, AMR, ASCII formatlarında olar. Onda video media isə hərəkətlənirici təsvirlə ketmə ketliyi əslində video hesablanıb. Bunlar videolar əsasən bunlar özü təsvirlərdə ibarət baladır. Yəni tez alınmışın dururlar təsvirlər, yəni rəsmlərdə ibarət baladır. Bunlar olanı bizə MP4, 3GP və AVI formatlarda saxlaşmamız mümkün. Qrafik media, yəni rəsm, bunlar statik təsvirlər. Məsələn, rəsm, JPEG, PNG, web formatlar saxlanır. Media düşüncəsi və nəzəri əsaslar. Android operasyon sistemasında təzəməndə multimedia bilən işləş üçün məxsus API və frameworklar təqdim edilir. Bunda API-lər yardımında yardımcı dəsturlar, yəni kamerada rəsm alış, video yazış, audio icra qılış, mikrofon arqalı audio yazış, media fayllarını saxlaş və oxuş mümkün oladır. Android media arxitekturasında Android dizimində media işləş mexanizmi kodlamlı arxitekturu əsaslanır. Əsasən Android media dizimi 3 əsası qismdən ibarət olaraq. Birincisi application layer, yəni ilova dərəcəsindəki. İkincisi framework layer, yəni dizim framework dərəcəsindəki. Üçüncüsü native layer, yəni pəski dərəcədəki düşüncəyə bölünədir. Android media arxitekturası bunda application layer, yəni ilova dərəcəsi. Bu dərəcədə dəsturçu işləyən klasslar joylashgan olub. Məsələn, media player, audio və video icra qilish mümkün. Media recorder, audio və video yazış, kamera API, yəni addi kamera və boşqarabı, kamera 2 API, bu professional kamera boşqarabı hesablanır. Dəsturçular eynən şu katlamda işləyir. Yəni, bunlarla özüm mənəm düşündürüb ötəmən. Bir də framework layer dizimində bu katlamda Android dizimi içki media mexanizmi başqaradır. Bunda media framework, audio manager, Surface dizimi joylashgan. Surface bu ekrana qrafik çıxarış üçün məxsus obyekt, yəni kamera preview yoki video icra qılış Surface arqalı əməlgə aşırılады.
Native Layer bunda bu qatlamda C, C++ əsasında yazılmış media divizorlardan ibarət oladı. Androiddə media qayta işləş üçün Stitch Fright Media Engine arxitekturasını işlətilir. Bu qatlamda media dekodlaş, kodlaş, audio, video sinxronlaşdırış, hardware acceleration cərəyanları oladı. Android xəssaslığı və permission tizimi. Bunda Android operasyon tizimi xəssaslıqqa katta e'tibor beradi. Bunda hər bir ilova izolyatsiya qilingan muhitda ishlaydi. Agar ilova kamera ishlatmoqchi bo'lsa, mikrofon ishlatmoqchi bo'lsa, fayl tizimi yozmoqchi bo'lsa, unda foydalanuvchilar ruxsat olishi. O'tgan darslarimizda yodlaringizda bo'lsa, sizlar bilan permissionlarni o'tdik. Yodlaringizda bo'lsa, bu permissionlar, ya'ni Android qurilmamıza ruxsat berish, ya'ni qaysidir bir dasturni ishlatsak vaqtimizda shu dastur aynan bizani apparatimizni qaysidir bir qurilmasini ishlatishga majbur. Ya'ni ishlatsa ishlaydi shu qurilma, ya'ni dastur. Masalan, shunday dastur ishlatishimiz mumkin. Skaner aytadi. Skaner etish uchun bizga kamera kerak. Kamerani ishlatish uchun esa mana ruxsatlarni berishimiz kerak bo'ladi dasturda. Ana shunday narsalar. Misol uchun yana bir misol, masalan, internetdan ma'lumot olib xotiraga saqlovchi dastur yaratdingiz. Buning uchun siz ham internet uchun ham xotiraga faylni yozish uchun ruxsat olishingiz kerak bo'ladi. Bu xavfsizlik jihatdan permission deb aytiladi. Endi shu permissionlarni, xavfsizlik va permissionni qo'yishimizni nimasi, ya'ni kamera uchun, audio yozish uchun, xotira yozish uchun Android Manifest XML faylning ichida Android use permission deb turib quyidagi kodlar qo'shiladi. Birinchisi kameraga ruxsat olish, ikkinchisi audioni yozish, rekord audio, uchinchisi xotiraga ma'lumot yozish o'qish uchun kerak bo'ladigan permissionlar. Bularni runtime holatda ishlatish uchun, ya'ni runtime permissionlar bor, yodlaringizda bo'lsa, ya'ni dastur ishga tushayotgan vaqtida so'raladigan permissionlar mana shu holatda chaqirib olinadi. Aynan bu yerda Androidda xavfsizlik va permission tizimida aynan bu yerda birinchi Context Compact Check Self Permission deb turib, bu yerda kamera bormi, ya'ni manifest kamera, ya'ni kameraga ruxsatni tekshiriladi. Ya'ni bu yerda Package Manager Permission Granted, ya'ni ruxsat berilgan, agar ruxsat berilmagan bo'lsa, teyinda Activity Compact The Request Permissions orqali shu yerda permissionimizni beryapmiz, ya'ni kamera uchun shu bizlarga ruxsatni o'tkazib beradi. Endi check self permission ilovaga kamera ruxsatini berilgan yoki ruxsat berilgan yo'qligini tekshiradi. Permission granted bu ruxsat berilgan bo'lsa qaytariladigan qiymat hisoblanadi. Request permission bu foydalanuvchilar dialog oynasini chiqarish uchun kerak va use as a request code, ya'ni identifikator hisoblanadi. Yani bir yerda kamera bilan ishlashni, ya'ni internet orqali ishlash, bunda Androidda kameradan foydalanishning eng sodda usuli bu internet hisoblanadi. Ya'ni bu internetda, ya'ni siz kamera tushirajak bo'lsangiz, tayyor kamera dasturini ochib beradi bu yerda. Kodni ko'radigan bo'lsa, kodda yana button, ya'ni knopka bosish orqali bu yerda intent take picture intent deb turib, media action image media store action image capture degan intentga yo'naltiradi. Ya'ni bu bizning kameramizni dasturi hisoblanadi. Shunga yo'naltirib beradi. Yani, xo'sh. Keyin activity result, on activity result bu ishi bizlar ruxsatimizni olganimizdan keyin, ya'ni rasmga tushirgandan keyin rasmni bizlar image view'da set qilish uchun yana on activity result qismi bajaradi. Bu yerda yana bu if'ning ichida ko'ramiz. Shu yerda request code, ya'ni bizlar yuborgan kodimizni image capture, ya'ni bu yerda yuboriladigan kodimiz image capture degan request shu o'zidagi request bilan solishtiriladi va resultimiz solishtiriladi. Resultimiz okey bo'lsa, okey result bo'lsa, unda bizlar rasmni ishlatadi, bundle oladi va bundledan bitmapga konvert etiladi. Bitmapni esa image view'ga set qilinadi.
Yine belirlenen batası tushuntirib o'tilgan request image capture degani bu kamera natijasini aniqlash uchun identifikator. Media store action image capture bu tizim kamerasini ochish uchun maxsus action. Resolve activity bu qurilmada kamera mavjudligini tekshirish uchun kerak bo'ladi. Start activity for result bu kamerani ochadi va natijani qaytaradi. On activity result bu yerda kamera yopilgach chaqiradi. Bitmap bu rasmni xotirada saqlovchi obyekt hisoblanadi. Image view set image bitmap bu rasmni ekranga chiqarish uchun kerak bo'ladi bizlar. Media player life cycle bu yerda bizani media player ya'ni media playerimizni hayot sikli bor ekan. Ya'ni bu birinchisi idle ya'ni obyekt yaratilgan va yeni ma'lumot yuklanmagan holatda bo'ladi. Initializatsiya ya'ni ma'lumot manbai belgilanmaganda. Prepared media ijro etilishi tayyor bo'lganda. Start ijro boshlanganda. Pause vaqtincha to'xtatilganda. Stop ijro to'xtatilganda. Released resurslar bo'shatilganda ishlatiladigan hayot sikli. Yana bu yerda yana media player ya'ni bu o'xshatadi. Bu bizlara media playerimiz qo'shiq ko'payishga yordam beradi. Ya'ni telefonimizda audio qo'shiqlar qo'yamiz, ana shu narsa media player klass orqali amalga oshiriladi bu yerda. Xo'sh. Media recorder audio yozish. Bu yerda media recorder Androidda audio yoki video yozish uchun ishlatiladi. U kamera yoki mikrofon orqali ma'lumot olib, uni yangi faylga yozadi. Media recorder ishlatish ketma-ketligi birinchisi obyekt yaratish, ikkinchisi audio yoki video manbani tanlash, uchinchisi format tanlash, to'rtinchi encoder tanlash, beshinchi fayl manzilini ko'rsatish, prepare start funksiyalaridan iborat bo'ladi. Yana bu yerda faylni xotirada saqlash, ya'ni bu yerda file name get file external files deyilib turib, faylni xotirada saqlab qo'yilyapti. Xo'sh, bu yerda audio set audio source bu mikrofonni o'qish uchun manba hisoblanadi. Set output format bu file container formatini belgilaydi. Set audio encoder bu audioni siqish algoritmi hisoblanadi. Audio set output file bu qayerga saqlanishini so'raydi. Bu faylni prepare yozishni boshlashga tayyor. Start yozishni boshlaydi. Stop yozishni to'xtatadi. Release resurslarni bo'shatadi. Kamera 2 API bu professional kamera boshqarma bu Android 5 dan boshlab joriy qilingan. U dasturchilar quyidagi imkoniyatlarni beradi. Birinchi ISO, ikkinchi exposure, white balance, focus, raw format. Kamera 2 asinxron ishlaydi va murakkab arxitekturaga ega hisoblanadi. Asosiy komponentlar kamera manager kamerani boshqaradi, kamera device kamerani fizik qurilmasi hisoblanadi. Capture request kamera parametrini sozlash. Camera capture session bu preview va capture jarayonini boshqaradi. Texture view va preview chiqarish uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerda kamera menejerini ishlatish usuli kodi. Xo'sh. Shu bilan birga keyingi xaritalar bilan ishlash mavzusini o'tamiz sizlar bilan. Xo'sh, ekranga unutdikmi? Uzilib qoldimi? Eshitibmi? Assalomu alaykum domla, eshitilib turibdi-dan, o'zingiz ko'rinib turibdi. Kamera uzilib qoldimi? Aynan endi ko'rindi. Nazarchi beraman. Endi xaritalar bilan ishlash, ya'ni map locationlar bilan ishlash. Ya'ni Google Map'lar bilan ishimiz shularni ko'rib chiqamiz sizlar bilan bugun. Endi xarita nima o'zi bu yerda? Bugungi kunda mobil ilovalarda xarita va geolokasiya xizmatlari juda ko'p qo'llanyapti. Masalan, bizlar kundalik nimalarda ko'ramiz? Taksi ilovalarini boshqarish, yetkazib berish, ya'ni dostavka deymiz-ku, delivery deb aytadi inglizchasi. Narsa yetkazib berish, navigatsiya dasturlari, turizm obyektlarini ko'rsatish. Bularning hammasi bizlar hozir
telefonumuzda lokasiyalarni görüş bilen beceremiz. Doğru mu? Yani lokasiyalarını görüp nereye varış, nereye geliş, başka bir olaya üzülüş okkallı okşayın. Yönettik mi? Damla ovozingiz kelmay qoldi. Assalomu alaykum. Lazım. Fark mıydı? Havo ishlab turibdi domla. Hoş. Yaxşı. 22 adam yırttık. Yaxşı. Demek, haritalar hakkında söz çekedik. Haritalarını bize bilemiz, gündelik hayatımızda küp işletemiz. Özlerimiz, halimiz mi, halamiz mi? Addi misal kılıp, mesela bir yere başlayacak olsan, lokasiya taşa verdiğimiz. Ya ki olmasam, köpçelikimiz taksiye binemiz. Taksiye azı köpçelik yüzü köçeye çıkıp tutup oturmaydı. Nisatadı, Yandex'ten çakırdı ya 1066 ya Şonşi'den desturlardan çakıramız. Doğru mu? Köpüce Yandex'ten işimiz bize. Ana şu Yandex'ten işleyen vaxtımızda bizlərə xaritadan faydalanıb, bizənin lokasiyamızı göstərgən cəhə gəlib, makladı, bizəni mənzilimizdən alıb, başqa baridiyyən mənzilimizə yetirib qoyadı. İndi bugün sizə bilən, ana şu xaritalarla işləşdiyini görəmiz, yəni Google Maps ilə işləşdiyini görəmiz. Android platformasında xaritalar işləş üçün ən məşhur API bu Google Maps API hesablanır. Google Maps bu Google kompaniyası tomonidan ishlab chiqilgan interaktiv xarita xizmati bo'lib, u mobil va veb ilovalarda xaritalarni ko'rsatish imkonini beradi. Android uchun maxsus versiyasi bu Maps SDK for Android hisoblanadi. Ya'ni buni nereden alamiz, nechab olamiz, shuni ko'ramiz hozir. Ekran ko'ribmi? Aytib beringlar. Avang damla görünüp turibdi. Google Maps API yordamında quyidagilarni amalga oshirish mumkin. Birinchisi interaktiv xaritani chiqarish, ikkinchisi marker belgi qo'yish, uchinchisi kamera harakatini boshqarish, to'rtinchisi yo'l chizish, beshinchisi hududni belgilash, oltinchisi radius chizish, yettinchi foydalanuvchi joylashuvini aniqlash, sakkizinchi real vaqt harakatlarini kuzatish. Google Maps'ni API'ni ödəniş üçün quyidagi bosqichlar kerak bo'ladi bizlara. Bunun uchun bizlara Google Cloud Console platformasına giriladi. Sizlara menimcha bulutlu texnologiyalar fani o'tib turibdi, to'g'rimi? Havo domla. Ana shunda nomini tutursiz sizlar. Google Cloud'da girib ko'rdingizlarmi? Google Cloud'da girdingizlarmi? Yo'q, hali u darsi menimcha. O'zi girib o'tmishsa, degan savol. Havo. Bilmayman, işte. Lekin oxirgi darsda yo'q edim domla. Balkim boshqalar javob bersa. Shu neden yaxshi? Rahmat. Google Oxirgi darsda bormadingiz? Google Cloud platforması yine quyidagicha hisoblanadi. Yine manzildan tashakkur qilaman prezentatsiyaga. Google Cloud bu bizlara Google servislarining xizmatlarini beradigan platforma hisoblanadi. Biz bunun içinden haritalarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunda birinchisi select project tugmasi bosiladi. Ya'ni menda o'zi select project yaratib qo'yilgan proyekt ish yurityapti. Tozalarni yaratish uchun new projectga kirit yaratiladi. Loyihaning nomini menda create tugmasi bosiladi bu yerda. Loyihaning nomi va create tugmasi bosiladi. Menda hozircha bor. Endi ama girganimizdan keyin bu yerda dastlabki chiqadigan joylar deydi. Shuning joylari chiqadi. Bizada ko'rib turganingizdek. Keyin loyihani yaratish, nishatib yaratiladi loyiha. Qaytdik mesela bosiladi. Endi shu yerda nima qilish? Ya'ni API olish. API'ni nishatib olamiz. API'ni olish uchun bizada Google Cloud Console'da bu yerda menyuni ochadigan bo'lsak,
Pəstə Google Maps Platforms deyən bu, Şakir Apps. Ne? Ya şuradan bize API and Service diyenini kıdırağımız. API and Service. API and Service. Bir de şunu kıdırağımızdan gelin. Yine bir de Maps SDK for Android. Şunun içine girişimiz gerek. Yine case kiramizi şöyle. Case girdik. Ve şurada yine API yaratış kısmı var bize. API yaratır. API'nin bir dənə yaratsak болады yine. Create conditional'da API key de yani başarılı arkalı yaratsak hem болады. Aynı bir de show key bilen makalamız keyini yaratıp alamız bir de. Yine görüşümüz mümkün. Ve şu keyini ne kılamız? Yine bir dənə yaratıp alış cərəyanı ve şu keyini bize koşuşumuz gerek болады. Ne ola koşamız? Android Studio'ya koşuşumuz gerek болады. Android Studio'da chat kılamız şunu. Gerçekten görəm. Hazır yine Android Studio'da işe düşürətdirmə. Əvvəlki layihəni ölçütürəmiz. Boş projektədir. Şuradan hazırca empty views activity-ni tanımlar. Belə xəritədə adlar kuramız və finish düyməsini basanız. İndi bu dəstur hazır yaratılmaqda təyyar map xəritənin şərt açamız. Şunu görəmiz istəbilən. Hazır yaratıb olsun. Girib teşrif çıxamız. Gördüğünüz gibi hazır şurada bize təyyar map activity yaratışımız gerek. Map activity'nin şərt yaratışını hazır layihəmiz sinkronizasiya bu konuda görəmiz. Hoş. Bu arada hazır yoklama bağlaman istedim. Kim girdi, kim girmedi dersinde görüp alalım.
Hoş. Nerede? Bugün adam girdi dersimize. Sonra netçe bölümü. Hoş. İşleme. Havada ses düşünmedim. Yani mikrofonu koyma. Matal yapmaması. Hazır dastur sen köp vaqt işe düşüyordur. Şu prezentasiyaga çatıştık ketamam. Hazır bize map aktiviteni açgan vaqtimizda bizlara manifestda shunday narsalar qo'shiladi. Ha, ishlama. Yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mikrofoningizni ilib qo'yasizmi? Savol yoz bormi? Savol yoz bo'lsa bering, bo'lmasa mikrofoningizni dening. Boshqa shovqinlar qo'shilmasin o'rtaga dersa. Eshitibsizlar? Muroqsa to'g'rilar. Kim shu gaplarni to'g'ri? Hikmatjon, Hikmatjon, Hikmatjon. Ho'ramlar. Mikrofoningizni ilib qo'ying, ya gapingiz bormi? Savolingiz bormi? Ho'ramlar. Savol bormi? Yo, savol yo'q, domla. Esa mikrofoningizni ilib qo'ying dema. Bo'ldi, domla, ish bilan bo'lib qaramay qolibmiz. Xo'sh. Demak, bizlar map aktivitemiz qo'shilgan vaqtida XML faylimiz, ya'ni Android manifest XML'imizga quyidagi kodlarni qo'shamiz. Internet access file location, access course location permission qo'shamiz va yana bu yerda metadata qo'shiladi va mana bu yerga Google Map API bergan mana bu yerdagi keyni shu yerga joylashtiramiz. Shu qismga qo'yamiz. Ana shu your key dini shu yerga qo'yamiz. Bildingizmi? Va mana bu ikkita xonani Gradle'da, ya'ni application level'dagi Gradle'ga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Application layer degani mana shu yerda app ichidagi build Gradle'ga qo'shib ketishimiz kerak bo'ladi shu yerda. Mana shu ikkita kutubxonani qo'shamiz shu yerda. Mana shu yerda ko'rsatilgan. Ana endi embedana ruxsatlar. Mana yerdagi bizani nimamiz Google Map'ning kodi. Mana shu yerda joylashgan, ishlatiladi, chap qilingan. Mana shu yerda kodlari barib o'tilgan. Xo'sh. Nima qo'shish, marker qo'shish yoki boshqa nimalarni hozir nimada ko'rib o'tamiz. Birinchi chatib qo'shib ketamiz hozir. Shuni ko'ramiz sizlar bilan. Endi bu yerda yana Google qismlariga keladigan bo'lsak, ekran ko'rib tutoqlang. Google Map Use Activity deganni bosamiz va shu yerdan Maps Activity deganni yaratib olamiz biz. Hozir shuni yaratib olamiz. Endi bu yerda yana bizlar API'ni kiriting deb turibdi. API'ni kiriting deb turibdi.
Bize hozir shuni nima qilamiz? API'ni kiritib beramiz. Undan oldin yana bu yerdagi 3 permissionni shunga qo'shib berishimiz kerak bo'ladi. Koda qo'shamiz. Ya'ni manifestda qo'shamiz mana shu yerga. Qo'shdik. Endi bu yerda biza API key degan narsani ishlatishimiz kerak. API keyni nimadan olamiz? Endi bu yerdan copyright qilib olamiz. Show key qilib turib copy qilamiz va mana shu yerga joylashtiramiz. Your API key degan joyga mana shu yerga joylashtirib beramiz. Endi bu yerda maps activity deganda mana shunda o'zi xarita chiqdi shu yerda. On map ready mana bu yerda xo'sh, bunga endi telefonni ulash kerak. Shu yerda telefonni ulashimiz uchun Wi-Fi tarqatib turishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Telefon hamda kompyuter bir tarmoqda tursa, mana shundan keyin biza nima qilib bilamiz? Aloqa o'rnatib, telefonni nimaga? Notebookga ulab ishlatib bilamiz. Ya'ni Android Studiyoda ishlatib bilamiz shuni. Wi-Fi orqali ishlatib olamiz. Diskda Android SDK Platform Adobe Connect. Adobe Connect. Va mana shu yerda IP'ni yozamiz. Xo'sh, ulandik. Endi bu yerda nima qilamiz? Buni kompilyasiya qilib beramiz. Undan oldin endi biza activity'ni buni main activity, buni maps activity deb o'zgartirishimiz kerak. Chunki buni biza to'g'ridan-to'g'ri maps tashlash kerak. To'g'rimi? Nazar yo'q, yaxshi. Xo'sh, o'sha yerda telefon ekranini ko'rsatib qo'yaman.
Xo'sh, konferensiyamizni vaqti chegaralangan. Zoomni vaqti 40 minut bo'ladi. Endi hozir bir 1,5 minutcha vaqt qoldi. Uzilish bo'lib qolishi mumkin. Adnan uzr so'rayman. Shu nimani videosini guruhga tashlab qo'yaman. Nimaga? Moddalarni tashlab qo'yaman. Savollar bo'lsa bering, agar hozir ko'rsatilmay qolishi mumkin, konferensiya tugagan bo'lsa. Savollar bormi? Mavzu bo'yicha. Savollar bo'lsa bering. Hozir xudo xohlasa balki ishak ketsa hozir ko'rsatib beraman, isbotlatsak. Ya bu Android Studio'ni nimasi sal qotib turibdi, ko'p vaqtda nima qilyapti. Grade build finished qildi, launching qilyapti, lekin